Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz chorvachilik mahsulotlarini xarid qilish mexanizmlari. Bu yerda biz zamonaviy bozor iqtisodiyotida oziq-ovqat mahsulotlarini samarali xarid qilish korxonalar muvaffaqiyatining asosiy omillarini o'rganamiz. Keyingi slaydimiz xarid logistikasining asosiy vazifalari. Bu yerda vaqtida yetkazish, miqdor mosligi va sifat nazoratini o'rganamiz. Vaqtida yetkazish degani nima degani? Xomashyo va butlovchi mahsulotlarni belgilangan muddatda ta'minlash. Miqdor mosligi esa talab qilingan va yetkazilgan mahsulot miqdorining to'liq mos kelishini o'rganamiz. Va sifat nazorati bu yerda minimal narxdagi yuqori sifatli materiallarni ta'minlashdir. Keyingi slaydimiz xarid logistikasining asosiy vazifalari. Bu yerda vaqtida yetkazish, miqdor mosligi va sifat nazorati. Keyingi slaydimiz yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik tamoyillari, mijozlardek muomala qilish. Bu yerda yetkazib beruvchilarga hurmat va professional munosabat. Umumiy manfaatlar, o'zaro foydali hamkorlik asosida ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish va nazorat va yordam. Bu yerda faoliyatni kuzatish va muammolarni hal qilishda ko'maklashishdir. Barqaror aloqa, doimiy va samarali muloqotni ta'minlash. Keyingi slaydimizda bozor tadqiqotlar tizimi. Bu yerda bozor turlarini o'rganamiz. Birinchisi bevosita bozorlar, o'rinbosar tovar bozori, bilvosita bozorlar, yangi bozorlar. Tahlil yo'nalishlarida zamonaviy bozor tahlili, konjunktura dinamikasi va kelajak bashoratlari. Keyingi slaydimizda Germaniya tajribasi, an'anaviy ta'minot tizimi. Bu yerda buyurtma berish, markaziy ombor va taqsimlash. Buyurtma berishda korxona tomonidan materialga buyurtma rasmiylashtiriladi. Markaziy omborda katta hajmdagi tovarlar markaziy omborga yetkaziladi va taqsimlashda sifat nazoratidan so'ng ishlab chiqaruvchi korxonalarga jo'natiladi. Keyingi slaydimiz zaxiralarni saqlash xarajatlarini o'rganamiz. Omborxona xarajatlari, bino amortizatsiyasi, asbob-uskunalar, ta'mirlash, kommunal xizmatlari kiradi. Xodimlar xarajatlari, ombor ishchilari maoshi va ijtimoiy himoya xarajatlari. Transport xarajatlari, amortizatsiya, yoqilg'i, ta'mirlash va sug'urta to'lovlari kiradi. Yo'qotishlarga esa eskirish, zanglash, o'g'irlik va narx tushishi natijasidagi zararlarni ko'ramiz. Zamonaviy ta'minot usullarida Kanban usulini o'rganamiz. Bu yerda Yaponiyada ishlab chiqilgan oxirgi talabni hisobga oluvchi tizim, MRP tizimida materiallarni rejalashtirish va taqsimlash tizimi, aynan vaqtida tizimi zaxiralar to'plashning oldini oluvchi usulidir va internet orqali ma'lumotlarni onlayn almashish va buyurtma berishdir. Aynan vaqtida usulining afzalliklari nimadan iborat? Uzoq muddatli shartnomalar, oraliq omborlarni chetlab o'tish, to'g'ridan to'g'ri yetkazish, zaxiralarni minimallashtirish. Mercedes-Benz zavodida 6 soatda o'rindiqlar yetkaziladi. Bu misol sifatida aytib o'tildi. Keyingi slaydimiz xaridorni rejalashtirish bosqichlarini. Ehtiyojni aniqlash, xarid usulini tanlash, qabul qilish, hujjatlashtirishdir. Yetkazib beruvchilarni tanlash mezonlari. Bu yerda narx, sifat, boshqa omillar kiradi. Shu bilan darsimiz tugadi.